Videoni Nexia 3 izlay yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar akalar. Holati ideal holatdagi Nexia 3 mashinasini olib qo'yganmiz akalar. 2018 ga 19-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 mashinasi mokriy rangda, ko'rib turganlaringdek holati ideal holatda, hech qanaqa kraskasi yo'q, top toza, luboy ustidan olib kelib ko'rsataverasizlar. Akalar, motor hadoyi hech qanaqa ishi yo'q, holati tiniq, ko'rib turganlaringdek 4 ta yaxshi balon, yaxshi diskada turibdi, o'zini radnoy diskalari. Balon pashti 80% toza. Bemalol qishgacha yetib, yana 1 yil davomga haydasanglar ham bo'ladi. 4 ta oyna tonirovka bo'lgan, tonirovka ruxsatnomalari ham bor. Endi salon holatini ko'rsanglar, salon holati ko'rib turganlaringdek shikalat holatda turibdi. Bitta chexolchon olib bosib olishli joyi akalar. Poliglari bor, xohlasanglar poligni ham yaxshilaridan qo'yib olsanglar, o'zingizlar uchun zo'r holatga kelar. Mashina umuman qilinadigan ishi yo'q akalar. Mashina darzi o'sha salondan chiqqanda yangi holatda turibdi. 70 ming kilometr bosib o'tgan. Eshik ashibkalarini ko'rib turganlaringdek tiniq holatda. Super salon, mexanika. Xo'p, konditsioner, magnitofon hamma joyi ishlab turibdi. Akalar, mashinamizda mejiga pult hamma joyi ustanovka qilingan, metan gazlari bor. Xo'p, bu mashinamizda akalar $8100 bo'lsa baraka qilib yuboramiz. Bundan ham o'tib berayotgan joyi bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.